Musa alayhissalomdek payg'ambar bilan Tur tog'iga chiqib Alloh bilan rozi etishibdilar. Allohga shunaqa bir savol beribdilarki, "Ya Rabbim Alloh, namozingni ado etdim, Tavrotini tilovat qildim, xasta bemorini borib ko'rdim, ya'ni Ka'bani ziyorat qildim, barcha sen buyurgan amallar ustida ro'zalarda qoyim turdim. Yana nima amaling borki, Xudoyim, toki menga o'rgat shu amalni qilib senga mahbub bo'layin, sevimli bo'layin" debdilar. Endi yig'lab nola qilyaptilar Allohga ishqdan. Allohdan amr bo'ptiki, ey Muso alayhissalom, menga yoqimli bo'lishni xohlasangiz mehmon kuting debdi Alloh. Bo'ldimi debdilar. Bitta mehmon kutsam mana shu ibodatlar darajasida nimadir qilgan bo'lamanmi deganlarda Alloh ha debdi. Faqat unutmang, mehmon ikki toifa bo'ladi. Sizning mehmoningiz va meni mehmonim debdi Alloh. Sani mehmoning kim u Robbim, meni mehmonim kim deb savol berganlarda, sizning mehmoningiz dasturxonni hozirlab, qozonga ovqatni solib, o'zingiz chaqirib etib kelgan mehmon sizning mehmoningiz. Uni chiroyli qilib kutib, tabassum bilan chiqarib yorsangiz, sizga jannat hozirlayman debdi Alloh. Qarang, bitta mehmondorchilikka jannat va'da qilyapti Alloh. Alloh yo'lida yozilgan dasturxon bo'lsa. Va lekin meni mehmonim dedi Allohim. O'yinda joying yo'q, qozonda oshing yo'q. To'satdan eshik qoqib kirib keldi, atoyi Xudo bo'ldi. Mana shu mehmonni izzatlab, ardolab uyingda mehmon qilib kutib, yuz burishtirmay, qalbingga malol olmay kutib jo'natvorsang, 70 ming hijob pardasini ko'tarib jamolimni senga namoyon qilaman dedi Alloh. Bekorga eskitdan turkiy xalqlar atoyi Xudoni boshqacha kutishmagan ekan. Mehmon atoyi Xudo deydi, bo'ldi, Xudo ato etar ekan beparda jamolini inshaalloh. Va mana bitta o'zimizni sinab ko'raylik, kelinglar, tez qilib ko'raylik. Oyijon, mehmon keldi dedi. Kelinlar, qizlar kiyinib turibsiz, bir joyga ketishingiz kerak. Obbo, shu paytda dedingiz. Ketdi. Shu paytda ham keladimi dedingiz? Endi shu odamga joningizni to'shang. Oyog'ini tagiga qo'y so'ying, boyga savob kelmaydi endi. Yetib bo'ldik. Lekin farishtalar guvoh bo'lib qolar ekan va qiyomat kuni da'vo qilganimizda, Allohim, falonchi kuni men mehmon kutdim, atoyi Xudoyini izzat qildim deganda farishtalar aytar ekan, Alloh yolg'on etadi. Avval ranjidi, yuzini burishtirdi, qalbiga malol oldi, keyin savobingdan umid qildidir ekan. Shuning uchun maza yo'q paytida keladimi? Kiyinib turib bir joyga shay turganingizda keladimi? Ro'zg'or no'no paytda keladimi? Baribir joningizni to'shab, tabassum bilan kutishlik atoyi Xudoga shart ekan. Bolalar ham shunga o'rganar ekan, chaqiring, olib keling, atoyi Xudo, Alloh yuzini va'da qilgani atoyi Xudoning mehmondorchiligiga desangiz, shu quloqda qolar ekan kelin qizlar inshaalloh. Va aziz ayollar, payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar, mehmonni sevmoq mendandir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylariga mehmon kelsa, qarangki, oldilariga eng sara taomlarini qo'yib, haligi mehmonga yuzlari bilan o'girilib, qalbini huzurmand qiladigan chiroyli so'zlar bilan olib o'tirishni odat qilar ekanlar o'zlariga. Va bitta chiroyli narsani aytamiz, mehmonni dedilar payg'ambarimiz alayhissalom, yomon ko'rgan ummat bilib qo'ysin, ummatdan emas dedilar. Bir xil odamlar bo'ladi, Alloh hammani har xil yaratadi. Mehmon kelsa yayraydigan xonadon bor. Jonini to'shiydi, maza qilib kutadi. Lekin ba'zi xonadonda mehmon kelsa, odamlar tabixira bo'lib ketadi. O'zbekchada aytganda, Toshkentda azimda eskitdan buvlarimiz fig'il ko'yi tor odamga mehmon yoqmay turadi. Demak, bilib qo'yinglar shu narsani, mehmonni yomon ko'rishlik Uhud tog'ida ibodat qilib borsangiz ham qiyomat kuni ko'rib, siz mendan emassiz deyishlariga sabab bo'lar ekan. Nima uchun? Chunki mehmonni men ardoqlardim, izzat qilinglar deb buyurardim. Lekin sizda shu odat yo'q ekan deylar ekan. Ya'ni shafoatdan bebahra qolishi mumkin ekan ummat. Va payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar, kimki Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonni ardoqlasin dedilar. Allohga iymon keltirdikmi? Bo'ldi, mehmonni ardoqlash bizga ekan inshaalloh. Islom shariatida mehmonning izzati 3 kun ekan. 3 kundan keyin mehmon xor bo'lsa o'zidan ko'rsin deyilgan ekan. 3 kunchida tursin. Ali bitta narsani ko'p joyda aytib qo'yaman. Bu kelinlar bilib qo'ysin, qaynona qaynota mehmonga kirmaydi. Qaynona qaynota o'yi xo'jayiniga kiradi. Shuning uchun 3 kun bo'ldi, oyijonim ketmayaptilar degan kelin bekor etibdi. U o'yi mezbon mahrum bo'libdi. U o'yi qarangki,
mezbonini kutishi bilmagan inson deb hisoblangan ekan. Va aziz ayollar, payg'ambarimiz alayhissalom zamonlarida odamlar uzotni mehmon qilishni xo'p sevishar ekan. Ko'z oldiga keltiring, bitta zamonamizning olimi shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhni qancha izzat qildi yurtimizda. Bir joyga kelsa faxrlanishardi. Mana biza gap aytib bir xonadonga borib qolsak bizaga aytishadi, mana shu siz o'tirgan joyda hazrat o'tirardilar. Hamma aqiqamizga kelardilar. Hamma marosimimizni o'tkazib berardilar desachi, odamcha shu joyga o'tirgani hamchi o'ziz loyiqmi kimman degan bir qarangki hijolatda bo'lasiz. Bitta hazratga, zamonamizning olimiga qancha izzat qildi odamlar. Endi ko'z oldiga keltiring. Payg'ambarimiz alayhissalom bilan bir zamonda yashagan insonlar u zotni chaqiraman deb kecha-yu kunduz halovatini yo'qotib qo'yar ekan. Bir kuni bir ayol erlariga aytibdilar, "Jon otasi" debdilar, "Nima qilsangiz qiling. Bitta dekchada qaynatayotgan taomim bor. Xususan bitta taqsimcha to'ladimi, yo'qmi? Payg'ambarimiz alayhissalomni mehmonga aytib keling" debdilar. Shunda qarang, erkak kishi barib ayol kishidan o'tkirroq fahmlaydi-da. Qachon ko'rgansiz ey ayol payg'ambar alayhissalom yolg'iz yurganlarini? Ular yolg'iz kelmaydilar, taomiz oz bo'lsa uyalib qolamiz degan ekanlar. Mayli dadasi nari borsa 4 donagina yonlardagi choxoryorlar bilan yetib keling debdilar. Lekin ko'payib ketmasin mehmon debdilar. Siz vaqtini poylang, o'sha joyida kiring debdilar. Haligi ayolning so'zini olgan erkak xo'p debdilar-yu, ayolning so'ziga kirib yetib kelibdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom huzurlariga kirsalar olomon, birov duoga kelgan, birov maslahatga kelgan, birov qarangki ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb didorlarini sog'inib kelgan. Hech odam arimasmish huzurlaridan. Oxiri poylabdi haligi odamdek huzurlarda hech kim qolmaganda kirib turib tezlik bilan ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biznikiga mehmonga keling, faqat odam ko'payib ketmasin deb yoribdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak yuzlari bilan tabassum qildilar-yu, nimani bekitayotganini karomat bilan qalblari tushunibdi. O'rnlaridan turib, hovliga chiqib, atrofda yig'ilib turgan, jangdan, g'azotdan qaytib turgan islom lashkaridan 300 kishini, "Ey ahli islomning lashkari, hammanglar palonchi sahobanikiga mehmonga" deb e'lon qilib yuboribdilar. Xotin yupatdi. Haligi odam oyog'ini qo'liga olib o'yiga qarab minga qo'yib yetib kelibdi. "Ey ayol" debdi, "Sani so'zingga kirdim, uyatga qolamiz. Endi bir parcha mato topsang, uyingga sol, hovlingga sol, ko'chalaringga joy sol. Islom lashkari boshingga 300 kishilik qarangki lashkar kelyapti" debdilar. Xudoning marhamati bilan ayol pitillab nima topsa dasturxon qilib to'shab ketaveribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib, ichkari hujraga o'tirib, "Ey ayol, ovqatingni suzib kel" debdilar. Ayol taqsimchada ovqatini suzib kelganida 2000 dan ortiq mo'jiza berilgan ekan. Jonimiz fido bo'lsin payg'ambarimiz alayhissalomga. Qo'llarini taqsimchaga solib, "Robbi barokatini ber ummatimni" deb duo qilganlarda ovqatni qarangki taqsimchalarga, laganlarga suzib urishibdi. Ovqat ko'pchib ko'payib baraka bilan. Bir laganga 4 ta sahoba, 5 ta sahoba qo'l uzatib ko'chalar, hovlilar, hujralar qarangki qonib to'yib yegandan keyin sahobalar nola qilishibdi. "Jonim fido bo'lsin, barakangizdan aylaning ya Rasululloh, qo'lingizni torting bo'ldi, hamma to'ydi" deb xitob qilib yuborishibdi. Payg'ambarimiz alayhissalom qo'llarini taqsimchadan uzib sochiqqa artganlarda sahobalar ne ko'z bilan ko'rsinki, hadisda rivoyat qilinadi, taom teyilmagandek, buzilmagan holatda baraka bilan turganini topishibdi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana endi bu sana ahli oilani ulushi deb haligi sahobaga ko'rsatibdilar. Va dasturxon boshida qo'l ko'tarib duo qilibdilarki, Alloh rizoligida dasturxon yozib, qarangki Allohdan baraka so'ragan ummatim borki, rizqini g'oyibidan yetkazolloh, barakasini inshaalloh ziyoda qilib bergin. Va aziz ayollar, sahobalardan bir nechtalari payg'ambarimiz alayhissalomning orqalaridan mehmonga taklif qilingan xonadonga ketib tursa, yo'lda ikkita munofiq turgan ekan. Hali munofiqlar bir ikkinchisiga yetarmishki, "Qara, bular hammasi to'planib olishib qayoqqa ketishyapti" desa, ikkinchi munofiq bir-biridan o'zib hech ma'lumotsiz qolmay ikkinchisi javob berib turganmishki, bular payg'ambarlari bilan sahobalar, choryorlar bir bo'lib palonchinikiga mehmonga ketishyapti. Bugun u yerda dasturxon, qozonlar osilgan. "Yur biz ham boramiz" debdi narigisi. "Yo'q, biz zerkamiz" debdi haligi keyingisi.
Biri Xudo deydi, biri yig'laydi, bular ilm ahli, iymon ahli. Biz erta zerikib qolamiz debdi. Shunda narigisi aytibdiki, bular Xudo deb yig'layversin, biz qorin uchun ketyapmiz u. Hamma Xudoyim taolodan qarangki, qorin to'ydirgani bir bahona debdi-yu, haligilar qo'shilyapti. Dasturxonga kirib kelishibdi, sho'rvalar tortilibdi. Qarangki, laganda go'shtlar tortilibdi. Amri ma'ruf boshlanadigan fursat yetibdi. Payg'ambarimiz alayhissalom shunaqa chiroyli amri ma'ruf qilibdilarki, choryorlar sel bo'lib yig'labdi. Sahobalar Alloh deb nido qilib qo'lini ko'tarib duo qildi. Amri ma'ruf tugagach hammalari Xudoga duo qarangki xayr qilib yuzlariga tortganlardan keyin Jabroil alayhissalomdan xabar keldi. Ey Allohning habibi alayhissalom, bu o'tirishingiz Allohga yoqdi. Shu dargohdan oddiy inson bo'lib kirgan jami musulmon inshaalloh Alloh huzurida mag'firat etilganlar deb ko'kda e'lon qilindi. Barchalarining savoblari, shu kungacha qilgan savoblari mukammal saqlanib qolib, gunohlari onadan tug'ilgandek yuvilib, shu dargohdan gunohsiz chiqishga Alloh izn berdi deyilibdi. Ulardan turib sahobalar haligi xabarni eshitib bir-birlarini yelkalariga qo'yib tabriklab ketishibdi. Shunda hali ikkita munofiq ham pitirlab qoptiki, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Xudodan bekitmaganimizni sizdan ham bekitmaymiz. Biz bu dargohga qorin g'amida kiruvdik. Sizlar Xudo degan, nola qiladigan, iymon dardida kiruvdinglar. Sizlarni-ku Xudo kechirdi, bizchi? Bizning niyatimiz noto'g'ri bo'lgani uchun Xudo kechirdimikin, yo'qmi so'rab bering" deb murojaat qilishibdi. Payg'ambarimiz alayhissalom Allohga nola qilganlarda javob kelibdi. Javobda Allohdan shunday zikr bo'libdi. Yaxshiga yaqin yurganlar yetdi murodga. Qarang, yomonga yaqin yurganlar qoldi uyatga. Qiyomat kuni mo'minning uyati sharmisor sharmanda holati, Alloh panoh bersin, yuziga urilgan holatda do'zax hukmini olishligi hisoblanar ekan. Demak, kimki shu dargohga mayli nimaiki dardda, nimaiki g'amda kirgan bo'lsa ham, kimdir qarangki boshqa masalada, kimdir dunyo masalasida, kimdir Allohning so'zini eshitaman degan masalada qadam ranjida qilib kelgan bo'lsa ham, yaxshilar bilan bir xalqada o'tirib shu vaqtini g'iybatga emas, gunohga emas, dilozorlikka emas, fahshga, zinoga emas, harom xarjga emas, Xudoning so'ziga bir soat sabr qilib, Allohning zikrini eshitishga sarflagani uchun payg'ambarimiz alayhisalomga munofiqlar ham mag'firat etildi degan xabar ato etilibdi. Shuning uchun aziz ayollar, qalbimizda niyatimiz shu bo'lsin. Barchamiz pokiza niyatda kirdik. Inshaalloh shu dargohdan onadan tug'ilgandek gunohlardan poklanib turib ketishi nasib etsin. Iymonlarimiz salomat. Biz bilmaymiz, Alloh biladi. Balkim Allohning huzurida bugun shu o'tirishimiz Allohga manzur, mahbub bo'lgan bo'lsa ajabmas ekan. Demak, inshaalloh mehmondorchilikda Alloh hammamizni sahiylar darajasiga yetkazsin. Mehmon kutib charchamaydigan, uydan mehmon arimaydiganlar bilsinki, har mehmon bilan Allohning mag'firati, yoziladigan savobi va inshaalloh barakasi va farishtasi kirib kelayotgani haq bo'lsin.